Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündülük haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerden huzuruna sunup kelivatımız. Lekin aldı bilen bugün istiklaldaki yeni özgürlükler hakkında sizlerge malumat berip andın davamlaştıraylı. Elbette yıllardan bu yan her gündülük haberimizde hem torbetimizdeki yazma haber hem gündülük sınırlı haberlerimizde sunup kelivatımız. 9 ay burun ilgili yakşan bir gün mabdelik haberlerimiz huzuruna bulup kelivatkandı. Әмді еңі 2026 жылы қадам қойған бұл минутларда Texambek bundan keyingi mezgilde programmalarımızdaki her xil mezmundaki programmalarımızın texamı mollaştırış için gündülük haberlerimizni yani her günü huzurunlarda bulup atkan sınlık gündülük haberlerimizni bugün en ahırkısı buludu. İnşallah aldığımızdaki haftadan tatip burunqi 9 ay burun to'xtatgan haftalik haberimizni en muhim haberdan bir hafta jarayonidagi muhim haberlarni tanlab uni analiz qilgan shaklda inshaalloh huzurlarga sunishga davomlashtiramiz haber ve mulohiza ham analiz bo'lgan shaklda. Shunga inshaalloh bu ma'lumotni bagash bo'lgan haberimizni davomlashtiramiz. Yillardan buyon albatta bu hargiz istiqloldagi bir çekiniş yoki bir başka bir sebep emas. Lekin yazma haber yani şunu eskertiş gerek bu yerda. Gündülük bütün yazma haberlerimiz, torbetlerimizde, ictimai fikir vasıtalarımızda bütün o'xshash burunqidek devam qildi yazma haberler. Hafta oxirida shu e'lon qilingan yazma haberlarning ichidan tanlab turib, ba'zi vaqtlarda mutaxassislarimizni taklif qilib, uni analiz qilgan shaklda huzurlarga sunamiz va boshqa bütün programmalarimiz o'xshash shaklda devam qildi. Vaqtni texambek ching tutish, texamı payidliq, texamı mazmunliq temalarga ko'proq vaqt ajratish uchun bu planni tuzdik. Keng ko'rilmalarimizniki to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Undaqda bugungi xabarlarimizning mazmuniga diqqatinglarni bergaysizlar. Yaponiya bilan Filippin Xitoyga qarshi mudofaa kelishimi imzoladi. Filippinda ziyorati bo'layotgan Yaponiya tashqi ishlar vaziri Toshimitsu Motegi 15 yanvar Manilada Filippin tashqi ishlar ministri Tess Lazaro bilan suhbatlashgan bo'lib, Sharqiy dengiz va Janubiy dengizda harbiy besimni kuchaytirayotgan Xitoyga o'rtaq taqobil turish uchun mudofaa hamkorligini kuchaytirishni ta'kidlashgan va Yaponiya o'zini qo'g'dash qismlari bilan Filippin armiyasining ashyolar va mulozimat bilan o'zaro ta'minlash kelishimini imzolagan. Aloqador xabarlarda qayd qilinishicha, bu kelishim ikki davlat armiyasi birlashma manevr o'tkazganda o'q-dori, yiqilg'uy, yemaklik va boshqa zarur buyumlarni bojsiz ta'minlashiga ruxsat qiladi ekan. Kelishim imzolash marosimida Yaponiya yana Filippinni yangi bexatarlik va iqtisodiy taraqqiyot yordami bilan ta'minlaydiganligini e'lon qilgan. Toshimitsu Motegi o'zi va Lazaroning Sharqiy dengiz va Janubiy dengizning hozirgi holatini harbiy kuch yoki majburlash vositalari orqali bir taraflama o'zgartirishga urinadigan har qanday qilmishga davomli qarshi turishga birda qo'shilganligini bildirgan. Garchi u bayonlarida Xitoyning nomini tilga olmagan bo'lsa-mu, Xitoyning kunsiri kuchayayotgan qilmishlarini ishorat qilib turib ayblagan. İki taraf yana Yaponiya va Filippin bilan ittifoqdoshlik munosabati bor Amerika bilan uch taraflik hamkorlikni qanot yaydirishning muhimligini muayyanlashtirgan. Birlashma agentligining xabarida bu harakatning Xitoyning rayonda kunsiri kuchayayotgan tajovuzchiligini to'sish kuchini oshirishni hamda tabiiy ofatlarga taqobil turish tayyorligini kuchaytirishni maqsad qilganligi ta'kidlangan. Yaponiya va Filippin amaldorlari yana ikki davlat o'rtoqlashadigan yuqori darajali maxfiy davlat mudofaasi va harbiy uchur bexatarligini kuchaytirishni maqsad qilgan yana bir turli kelishim ustida suhbatlashmoqda ekan. Kanada bosh ministri Xitoy bilan kelishim imzoladi. Kanada bosh ministri Mark Carney Xitoyning Kanada yezi egilik mahsulotlaridan oladigan tamojna bojlarini tuvallatadigan va 50 mingga yaqin Xitoy to'kliq avtomobilining e'tibor bahoda Kanadaga kirishiga ruxsat qiladigan bir savdo kelishimi imzolaganligini jakarladi. Kanada bosh ministri Mark Carney 16 yanvar Beijingda Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin mahsulotlardan e'linadigan tamojna bejini tuvallatish kelishimi imzolanganligini uqtirdi.
Beijingdagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Karni Kanada bilan Xitoy savdo to'siqlarini pachaqlab tashlash va tamojna bejini tuvallatish uchun boshlamchi shundaqla tarixiy bir savdo kelishimi hosil qildi dedi. Karni Kanadaning yangi e'tibor berilgan tamojna boj nisbatiga asosan Xitoyda ishlab chiqarilgan 49 ming tok avtomobilining import qilinishiga ruxsat qiladiganligini eskartib, Kanada eng e'tibor beriladigan davlat tamojna beji nisbati bo'lgan 6.1% bilan eng ko'p bo'lganda 49 ming Xitoy tokliq avtomobilining Kanada bozoriga kirishiga yo'l qo'yishni qabul qildi dedi. Bu ahvol ikki davlat o'rtasidagi savdo munosabatlarining yaqinqi mezgillardagi savdo jiddiychiligidan ilgirgi saviyaga yetganligini ko'rsatdi ekan. Karni 2017-yildan buyon Xitoyni ziyorat qilgan tunji Kanada bosh ministri bo'lib, navbatda Kanada Amerikadan keyingi ikkinchi cho'ng savdo hamrohi Xitoy bilan qaytadan munosabat o'rnatishga tirishmoqda. Aqsaray Yevropa qismlarining Trampning nishoniga ta'sir ko'rsatilmaydiganligini bildirdi. Aqsaray Yevropaning Grenlandiyaga o'rinlashtirayotgan Yevropa harbiy qismlarining Amerika prezidenti Donald Trampning Daniyaga qarashli avtonomiya huquqiga ega va konvoyligi mo'l bo'lgan bu zaminni kontrol qilish tirishchanligini to'sib qololmaydiganligini bildirdi. Aqsaray bayonotchisi Caroline Levitt 14 yanvardagi axborot e'lon qilish yig'inida "Men Yevropa qismlarining prezidentning qaror chiqarishiga ta'sir ko'rsatadiganligiga yoki uning Grenlandiyani setib olish nishoniga qilchi ta'sir ko'rsatadiganligiga ishonmayman" dedi. U 13 yanvar Daniya va Grenlandiya tashqi ishlar ministrlari bilan Amerika muavin prezidenti James Vance, tashqi ishlar ministri Marco Rubio o'rtasida o'tkazilgan suhbat ustida to'xtalib, bu yig'inda ikki taraf Grenlandiyani setib olish to'g'risida texnikalik suhbatni davomlashtiradigan bir xizmat guruhi qurishga qo'shildi. Menga aytilganga asoslanganimda bu suhbatlar har 2-3 haftada bir qatim o'tkaziladi dedi. Navbatda Trump Grenlandiyani kontrol qilishni xohlaydiganligini ta'kidlamoqda. Ammo Grenlandiyaliklar bu orolning setilmaydiganligini aytmoqda. Bu orol navbatda Daniyaning yerim avtonomiya zamini bo'lib, Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen agar Amerika Grenlandiyani zo'rlik bilan tortib olishga urinsa, bu NATOning oxirlashishiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Daniyaning 2 harbiy transport aeroplani 3 yanvar Grenlandiyaga qo'ngan bo'lib, Angliya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Gollandiya, Norvegiya va Shvetsiya Daniyaning NATO ittifoqdoshlari bilan tashkillagan Arktika chidamchanligi manevri doirasida Grenland poytaxti Nuukqa chorlash vazifasi uchun harbiy xodimlarni avatadiganliklarini e'lon qildi. Yevropa mudofaa manbalarining aytishicha, Germaniya 13 askar avatgan bo'lib, bu cheklik harbiy kuch qurolli kuchlarni Shimoliy qutbda o'tkaziladigan kelgusi manevrlarga tayyorlash maqsadiga ega ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushahada oxirlashdi. İnşallah xabarning bashi deganimdek oldimizdagi hafta shanba kuni hafta oxirida haftalik muhim xabarlar programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.